Assalomu alaykum azizlar. Mana biz navbatdagi bektimizda santen ishlarini olib borganmiz azizlar. Demak, bu yerda hammani tomiga 500 litrli bochkamiz o'rnatganmiz. Buni minimata bilan bir qavat qilib o'rab va ustidan farga qilib berganmiz. Bu yerda azizlar turbalar utiplit qilinganmiz. Va bu yerda 25 turbadan chiqib bochkamiz to'ldiriladi. Ichkarida papulvoy bor va pasttomondan bochkadan chiqib azizlar nasosga qarab ketadi va bu yerda avarniy sliv qilib qo'yganmiz 32 lik turbadan har ehtimolga qarshi. Va pastga tushib hammomga kiramiz azizlar. Bismillah, hammomga kirganmiz azizlar. Bu yerda biz faqat santen ishlarini olib bordik. Kafening uy egasi o'zi bosgan azizlar. Montajlar ham tashqi montaj bo'lgan azizlar bu yerda. Bu yerda azizlar mana asosiy suvimiz kelyapti va bitta kran qo'yganmiz bu yerga. Asosiy suvimiz kelib tepaga bochkamiz to'ldiriladi va bochkadan tushib nasosga qarab kelgan. Mana bu yerga ham tushishga bitta kran qo'yganmiz, bitta filtr va nasos tortib hammomga sistemaga qarab haydab beradi azizlar. Bu yerda har doimgidek samoxod variant qilganmiz. Ko'chadan kelish vodoprovod suvdan kelib bitta kran va обратный klapan samoxod svet o'chganda samoxod kirib ketaveradi azizlar. Va bu yerda pul avtomat kir mashinaga smistel o'rnatib berganmiz azizlar. Mana shunaqa gorizontal shakldagi ariston o'rnatib berganmiz. Rakovina azizlar, mana ustida oynalar bilan to'rtburchak. Bu yerda avarniy trap bor ekan. Birinchi xonamiz razmerlari 2.40 ga 2.10 sm azizlar. Bu xonamiz razmerlari 2.10 sm ga 120 sm va bu xonada ham o'rtada trap bor ekan azizlar va shunaqa smistel o'rnatib berdik azizlar. Patologlarimiz dekor plas bo'lgan. Azizlar, shunaqa gaplar bizda hozircha. Videolarimiz manfaatli bo'lgansa xursandmiz. Salomat bo'lasizlar.